sen şununla tegmesen kimge tegsen teg depdi. Deganki bu qiz o gapni tutib, unda xos men shuningga tegmesam, boshqa millatga tegsam maylimi desa, mayli debdi. Keyin yana dangsab qarab baqsam, o Uyg'ur tili tadqiqot ekan. Bir chet ellik professor Masının tilini tadqiq qilganga bir projekt aldım, sen kelib menga yordamlashib buni ishlashib bersa, men yo'q, mening balam kichik desam, men shaxsiyatchi bo'lganman. Bu albatta har xil turdikida sizga o'xshash moslashayotganlarmi bor. Biz oilada oxir qaror berib, men yuragimga toshdan birini tengib qo'yib, shu 1 yosh 10 oylik bo'lgan balamdan kechirim so'rab va yoki maktab kirgan qiynaldi deb balaning royiga qarab shu tarafdan ketkizib qo'yatdi. Men mushu illatning ishini qilma deb kelganman. Shaharning kutubxonasidan har haftada shu 1 so'mka, 2 so'mka kitob akilimiz, yo'g'on so'mkada. Unda bo'lmadi bala, har ikkisini tang ap mang'alidi, shundaymi? Biz ana ya dada bo'g'ichi, otani uyda birga o'tirib qilsak, bu qiladi. Günler malum şunda bir hem konkret hem abstrakt mesele doğruluk sözleşip kettik. Hem de sizden en ahir qitim bir soraydigan bir sualım var. Muşu tilimizni saqlab qilish va kuchaytirish uchun qanday bir yaxshi tadbir choralar bor? Shularni sizning og'zingizdan anglaylik. Bo'ldi, rahmat. Bu mubak bir muhim navbatdagi biz o'ylanishga tegishlik har bir Uyg'ur oila, har bir ota-ona o'ylanishga tegishlik masala. Bunun birden bir belki en muhim deyli, birden bir emas, en muhim yolun birisi şu mahalle kuruş, Uygur mahallesi kurup yaşaş. Mesela biz bu örneklerini O'rta Asiyodagi qarindoshlarımızdan ko'rib olalaymiz. O'rta Asiyoga aynı vakitte mesela 50-60 yılları ko'chib chiqib, o'ltiraqlashgan Uyg'urlar ko'p, mesela Qozog'iston, O'zbekiston, Qirg'izistonlarda. Bu yerde sanımı köp, uzun yıldan yağı şu yerde bir toplum halatda bir mahallevi mesela Uygur community deymiz, mahallesini kurup o'ltiraqlashqashqa mesela ularning müzik ansambllari bor, tadqiqot o'rinlari bor, ana til maktablari bor. Mesela ana til maktabida izchil hamma darslarni albatta shu davlatning tilini o'rganadi. Ular burun ma'vu Sovet ittifoqlari vaqtida rus tili asosli til, rus tilini o'rganadi. Uningdan sirt o'zining ana tilini saqlab o'rganib, izchil madaniyatni saqlab kelgan qarindoshlarimiz. Bu bizga o'rnak. Shuningga hozir endi biz qanday qilamiz degan vaqtda mayli Yevropaga ko'chgan, mayli Turkiyaga va yoki Amerikaga, Kanadaga ko'chgan ko'chmanlarning soni yildan yilga ko'payyapti. Bu yerda o'ltiraqlashgan keyin bizning birinchi avlod, ikkinchi avlod degandek mishada tug'ildigan bolalarimiz bo'ldi kelgusida. Shunga bir toplum holatda Uyg'ur madaniyatini saqlab qolish uchun bir mahalla qurish kerakchu. Mesela Amerika'nı misal alsak, mesela Kaliforniya, elbette bu Kaliforniya desek bu bek çok bir coğrafya. Şu yerdeki mesela Los Angeles şehri, ya ki San Francisco şehri, mesela Washington DC desek, Virginia'da degandek. Hiç olmaz bir 2 saat maşina edirsiniz, bağlılıqdak yer olsa, hazır qatnaşmak kolaylık. Aşındaq yerlerge çokum bir Uygur medeniyetiki vekillik kıldığan Uygur medeniyet merkezi kuruş gerekçu. Mesela bir bina olamdı. Yakımız eğer fırsat bulsa bir yeni seçivilip mesela şu grupdaki her qaysi teşkilatlardakiler hemimiz ortak güç çıkarıp u yerga hem de Uyg'urninki madaniyatini aks ettiradigan mesela Uyghur medeniyet üyü deb quraylı desek, onun içine şu Uyg'urcha yasab qarang, şu içindeki bezaklarni, Uyghur medeniyetiga ait narsalarni qo'yib, har qanday bir faoliyat o'tkazsak, ya kutubxonalarimizni qurib qarang, bütün Uyg'urcha kitob materiallarni har qanday bir Uyg'urning kirib oriyatga elib chiqib o'qishiga hozirlik yaratib, shunday qilsak, andan keyin bu yerda sistemlik bir Uyghur desa bizning manda bir yerimiz bor deb shu Uyghur jamoati to'plashadigan hazırlash. Ondan mesela kichikroq odamlar kichikligini mesela bir shaharda Uyg'urlar ozroq bo'lib qolsa, shu oz bo'lgan yerdimi mesela shu yerlik hukumat, shu yerlik shaharga iltimos qilib, biz mandaq bir Uyghur madaniyatini saqlab qolish uchun biz manda ishni qilmoqchi deb yozma holatda bir dokladlarni sunib qilsa, bular o'rin beradi-chu. Shunda bo'lsa, andan keyin cho'q bir mahalla quramizmi,
Ma'lum bir bir zaldek bir yerlarni Ha. aşağıne bezep mesela. U yerda mesela biz namazımızı okusak mı buludu qarang. Hı. Ondan keyin medeniyet faaliyetlari qilsak buludu. Ondan keyin bo'lsa oshxonalar bo'lsa uyg'urcha tamoqlarni etib har qatim yig'ilgan vaqtda shunda bir faoliyatlar qig'il bo'ldigan. Hatto bo'lsa ashundaq sinf o'rinni hal qila olsak, bolalarimizni ashada o'qisa, masalan, Avstraliyadagi ona til maktabi nihoyat yaxshi ishlarni qilyotidi. Buni biz to'rlardan, xabarlardan ko'rib turyapmiz. Aşna o'xshash ishlarni rivojlantirsak, bu asta-asta endi yig'ib kelsam, ayni vaqtda bizning ota-bobolarimiz davlat qurgan, mustaqil davlat bo'lgan. Shu davlat bo'lg'achqa davlat tili Uyg'ur tili. Keyin-keyincha bu rayon tiliga aylanib qoldi. Bizning rayonimizda so'zlashadigan. Undan keyin hozir endi mana chet elda bu kichiklab oila tili Aile tili. endi har qanday bir til endi nazariya bo'yicha aytgan chog'da paydo bo'ldi, taraqqiy qiladi, yo'qoladi. Bu tabiiy bo'ladi-chu. Hozir bizga sirtqi kuchning ta'siridan, har xil siyosiy yoki boshqa vaziyat ta'siridan bu surat xuddi tez poyezdga chiqib olgandek tezlab ketdi-chu. Bu tabiiy bo'lmadi. Shuningga biz endi bu oila tiliga aylanib qolgan Uyg'ur tilini qarshi yo'nalishga qaratib taraqqiy qildirib, hech bo'lmasa mahalla tiliga aylantira olsak, Anandan keyin asta-asta uni rayon tiliga aylantıra alaysiz. Anandan keyin yana davlat tiliga qaytira olishimiz mumkin-chu. Endi hozirgi holatimizni azroq taraqqiy qildirib keyingi oila tilidan endi agar oiladagilarni so'zlamasa yo'qoladi degan gap. Shunga ashundaq bir vahimaning ichidan buni keyinga yondirib mahalla tiliga bir toplum, bir jamoatning tiliga aylantira olsak, biz buni hozir tutib tura olamiz desak bo'ldi. Bu bir nuqta. Şuna Uyghur bo'ldi ekan, albatta bizimizda masala bor, kasal hammamiz. Shunda bo'lsa-mu, birimizni to'g'ri tushunib, agar bak og'ir psixik masalamiz bo'lsa, tortinmay shu yerlik o'rinlarga psixik maslahatlarga berib, doktorlarga berib ko'rinib, o'zimizni ching tutib, bizni turgun holat tutmasak, bolalarimizni tugashtirib olamiz-ku, kelgusimiz parlaq bo'lmay qoladi. Shuningga, mushu taraflardan diqqat qilib, bir-birimiz bilan ziddiyatlashmay, bo'lish, ittifoq bo'lishni qo'lga keltirib, biz yaxshi o'rnak bo'la olsak, bolalarimiz yaxshi taraqqiy qila oladi. Agar biz andaq, mandaq bu guruhining adami mening bilan aloqasi yo'q deb turib aralashmasak Uyg'urlarga, atrofimizdagi Uyg'urlar bilan o'tmasak, bolalarimiz qanday o'tadi? Ular bizning harakatimizning ugunida, og'zimizga gapdan emas, amaliy harakatimizning ugunida bolalar. Şunla ular bilip bilmey başka toplumlar sınıp gitti diye özü bilen tang yaşaydigan, okşaş fikir kıldigan, okşaş medeniyetke, okşaş tarixqa ega insan bilen yaşayamagan ki tabii ki başka toplum sınıp gitti. Şunla u yuqaş qarab mağudu. Çünkü endi yana bir mesele bu, yani ikinci bir nokta mening deydiganim. Biz bayan bir azroq deb o'tib ketdim. Biz kichigimizdan tortib Uyg'ur til adabiyoti bilan tonishib chiqqan Uyg'urlar biz ham hisobda. Keyin cho'ng bo'lib chet elga chiqqanlarchu. Ammo bizning bolalarimiz Uyg'ur til adabiyoti bilan tonishmayotidi. Bu bir cho'ng bir ziyon bizgachu. Chunki masalan Amerikadagi bolalar Amerikaning til adabiyotini o'qiydi, ingliz til adabiyotini o'qiydi. Shekspirlarni masalan klassiklardanchu, masalan bizning klassiklarimiz emas, hozirgi davrdagi masalan Abduxoliq Uyg'ur, Lutfulla Mutallib, Mamtili apandilarni o'rganmaydi darslik kitobda. Klassiklarımızdan Navoiy, Sakaki, Lutfi deganlar to'ptusin. Ama hozirgi davrdagi bu shu 1900-yillardagi ziyolilarimiz, ilg'orlarimizni adabiyotimizni bilmaydi. Buning uchun biz hamda qanday qilishimiz zarur degan chog'da biz hozir dastlabda buni shu Amerikada bir qancha Uyg'ur til dars o'tayotgan o'qituvchilar ham shu Amerika Uyg'ur akademiyasidagi har qaysi a'zolar bilan fikrlashyapmiz. Fikr qilish bosqichida nima ish qilmoqchi desangiz, biz hamda bu shu Uyg'ur til adabiyot darsligini sistemali holda hamda vatanda burun bor darsliklar hozir yo'q-ku. Mushu darsliklarni hamda agar sirtdagi bor materiallarni yig'ib, buning O'rta Osiyoninki tuzgan dars kitoblari bo'lsa, uningdan mazmunlarni kirgizib, bir to'rda bir har qanday bir odam
Men şu til edebiyatını, Uyg'urning til edebiyatını o'rganaychi degan odamga tayyor bo'g'dak, o'zi kirib o'rganoladigan holatda sistemalik, masalan, elif ben tugatgandan keyin boshlang'ich maktab birinchi yillikning til edebiyoti, ikkinchi yillikning til edebiyoti deb to'liq o'ttira puturgichilik bo'lgan, shu 12 yillik o'qish hayotida har bir yillikqa bir yurish darslik kitobni albatta Tüzeydi. foydalanamiz. Shuni bir tayyor qilishni planlayapmiz. Da yaxshi. Buni endi ko'pning kuchi ko'p, albatta biz bu bir xam plan bu yerda ish amalga oshmay turib oldin deb soldim, ammo bu hozirgi bizning shu ona tilini saqlab qolishda bek muhim. Bu yolg'iz yoki mening yoki bir shaxsning yoki bir to'pning ishi emas, butun shu dunyodagi Uyg'urlarning ishi bu-chu. Masalan, shuni anglab ma'lum bir yo'y to'xta, men bir kuchimni chiqaraychi deb agar bir yerga kelib ishlasak, ko'pning kuchi ko'p bo'ldi, buni qila olamiz. Masalan, biz oldindan shu dars kitoblarni tuzib olib, birinchi yillikdan hatto to'liq o'ttirilib bitirib oliy maktab kirgichi bo'lgan yerda, andan keyin buningga shu bir kitobga masalan 10 dars kiramdi, 15 dars kiramdi kirgizib, andan keyin buningki masalan ko'nikmalar bo'ldi, mashqlar bo'ldi, shundami mustaqil ishlang yoki bo'lmasa buni bu bir birga ishlang, yeziqchilik, o'qib tushunish, anglab tushunish degandakchi, ovozliq tekstlar. Ondan bo'lsa, andan keyin buni oxirida bizning shu chet elda hozir vatandan chiqqan til adabiyot o'qituvchilarimizmi bor, menimcha yo'q emas. Buni sistemalik qilib, lentiga ilib, dars sufitidachu o'tib, andan keyin to'g'ri qo'yib qo'ysak, u chaqda xohlagan odam dunyoning nerede bo'lsa, o'shaga kirib shu darsni anglab, to'g'ri darsxonasi qurib qo'ysaqchu. Ana uni anglab bo'lgan keyin siz ko'nikmani ishlang, mashq ishlang degan bo'lsa, shu yerga kirib shu mashqlarni ishlab, o'zini o'zi taraqqiy qildira oladigan holatga kelsak, bu bak muhim bo'ldi. Chunki mukammal bir mening his qilganim shu millatni saqlab qolmasak, yolg'iz elif ben o'rganib qolib qolsak, u boshlang'ichning birinchi yiliga qolib qolgan bo'lamiz. Şuna şu bizning o'zimizning til adabiyotini sistemalik o'qimasa, balalarcha sistemalik holda o'rganmasa, masalan, Uyg'ur til grammatikasini, Uyg'ur til adabiyotini, bu baribir yuqoroq bir saviyaga chiqolmaydi-chu balalar. Uyg'ur tilini biladi degan bilan yo'q, so'zlashni biladi, uningdagi ham stilistik vositalar bor, har xil she'r turlari bor, janrlarning turlari bor. Bizdeki grammatik kısımda her xil söz türkümleri var. Aşağıdan hemisi basqış halda ügenge vaxtıda olaylıqı şu istilistik vasıtalar arqılıq tilimizin güzelliğini biliyordu da. Şunda. Şiirler arqılıq yani bir baldaq pasahitini düşünüdü. Aşağıda buğa vaxtıda engiz bula özleri ügünü atqan tilinin qana bir til işkelligini çoğunqırlaq biliyordu. Bizgo yes qılımız, lekin balağa eğizinin iç bilik yaqıqanı Uyghur tili emas. Ona her xil ifadalash vositaları, usulları tutup ügütəlisək, anekende bulada onun nisbeten muhabbet payda buldu. Şundaq, endi şu seviyeye yetken vaqtda ma'lum bir nimani o'qib tushunadigan holat kelganda, bizning tarixiy romanlarimizni, adabiyotlarimizni o'qishmagan nurg'un kitoblarimiz bor, bundan burun chiqqan. Bularni qiziqib o'qiydigan bo'ldi. Bunga qiziqmasa o'qimaydi unuchu. Elbette. Doğru deysiz. Bayaqı bir gepinizden şunda suyundu. Mesela çoğu mahal qilishqa hazır hem de imkoniyatimiz yar bermegende, hiç bo'lmasa shanba yakshanba berib aram aldigan bir Uyg'ur uyi bo'lsa, ashta qiliq shanba yakshanba hammadam xuddiyliqi ashagilam to'plasa, xuddiyliqi burun biz ota-onamizning uyiga boratdik shanba yakshambada. Va ayni shuning o'zida hammadam shu kelsa, vaqti bor, shanba yakshanba 10 oyliklamdi, 5 oyliklamdi, ishqib üzülüb qolmay kelsa, hivol yar bergan. Şu yerda balalar tunuşsa, şu yerda ayollar o'tirib tamoq etsa, onu keyin şu yerda kitoblarni o'qisa, şu yerda paran qilsa, mashrablarni o'rinlashtirsa, mashrab degan bir
Adam tərbiyələydiğən sorun, çoğunlar balalarıyla hər xil işlərini öyrətsə, məşrəbdəki oyun qaydalarini, ən güzel olaylıq bizim Uyğurların oyunlarımız var, hər xil oynaydiğan mökü-mökülər, təpiş tepiş və başqa eləngüş oynaş degəndək bütün oyunlarımızı şu yerdə şənbə-yəkşən balalar verib, elə bazarlarda yasab bərgən təyya oyuncaqlarda seyrilib, lingilingan qıb oynaganda anay təbii oyuncuqlarla oynasa bizim Uyğur oyunlarımızın içində hər bir oyunun özü xas bolğan bir xil tərbiyələş roli var, çiniqdiriş roli, həmisi özü xas əhmiyyəti var. Məsələn, əgərdə özümüzün oyunlarımızı bərpa qısaq, elə ki, ağ dərək, kök dərək deyib oynaydığı oyunlar var, appaq ballarım degan oyunlar, buna aşağı degan şunda yaxşı. Əşəki berib qısa elə ki, haqiqiy təbii oyun oynaydı. Baxçılarga mı apırımız balalarını oyun tuş üçün. Ama Uygurlar vaxtını sərib qılıb, acırtıb, İraq bolsun aşta bir Qurğayedeki Uygur üyü kilib, balalarını erken oynasa, tamaqan etib güngür-müngür oturup paranlaşıp, tamaqı yap qısa. Ma bir həftə diki, əbdaxırdaki dəmiliş pek ehmiyet kötüdü. Hem aşıylık psikolojik nurgulluğa işlendim alıdı aşçı. Onu keyin balalarım pek hoş bu içini qınqılığı patbaylığı balalar tayya oyuncu oynagandan öz yasap oynagan aslında huzur ilişki pek amraq. Tıxın pek tabiatga yaqin buldu da. Pek yaxşı ekan. Yani birisi anadkin özünün toplumu, özünün kavmi bilen birlik tutsa ular işenç aşıdıcı. Küç. Mesela çünkü biz chet elde bu bizim vatanımız emas, biz to'g'ilib o'tgan muhit emas. Biz bu elmi bilmaymiz rost gap qilsaqchi. Mesela ben mesela şahsiy ben özüm alsam burun bu yerga tadqiqot uchun keldim. Keyin bu 4 yillik programmaga u 4 yilgacha buni tadqiqot bilan qilmayman, o'rlab o'qaychi deb asli bu vatanda o'qish planim bordi, doktorlikda. Aspirantlikni bitirib tadqiqot kirishgan. O yerda o'qishdan qilib miya keldim, men misha iltimos qilib o'qaychi qiyin bo'lsin, tirishib boqay deb o'qishga kirdim. Ammo izchil kallamda vatan qaytmangu degan bir ideya bo'lg'achqa, mening u vaqtdagi o'qishning besimim bak eg'ir, shu qilg'ishlarim nima bo'lsangiz shu o'qishning o'disidan chiqish, andan keyin tadqiqot temasining o'disidan chiqish, butun hayotim shu bo'ldi-da bu yerda. Ammo mana biz ketamay, qaytamay turib qoldik deganimizga mana endi 3 yil bo'ldi-da. Biz ketammidik deganki xuddi osmon beshimga dum ko'tarilib, o'rilib tushib qolgandek, daraxtdagi ma kuz paslogan chaqda g'azonlar sag'rib, lapilab tushishga boshlaydi-ku. Şuddi aşı yıldızdan ayrılıp qalğan bir g'azon isim keldi-da mening shu vaqtlarda. Ben bir mush g'azon o'xshab qoldim-ku, mening yıldızım qoldi dedim. Endi bu nəhayət ağır bir psixiklik məsələ endi. Endi Uyğur degan dunyoning har qanday yeriga borsa, biz degan burun davlat qurgan, nəhayət madaniyatlik o'tgan bir madaniyat egalari deb yuqori o'rinlarda ishlashga tirishish kerak-ku. Biz o'zimizni tovan ko'rib, voy biz bek ojiz, biz bek anda qoldik, manda qoldik, voy falan bizni oqib ketdi, ko'kib ketdi degandin. To'xta, men o'zimni kuchlantirmasam bo'lmaydi. Mening ota bo'g'lim degan manda esil yashagan odamlar. Men shuning avlodi deb turib, har qanday qaysi davlatda ishlasak, qaysi davlatga chiqqan bo'lsak, o'sha davlatning davlat apparatlariga kirib ishlay olsak, bu bizga bolalarımızga yaxshi, keyingi avlodlarimizga o'zimizning mushu o'rinda, mushu davlatda bir kishilik o'rnimizni topa olgan bo'lamiz-chu. Shuni o'ylash bak muhim. Ondan to'plashib o'ltiraqlashib, bayam siz degandek ashunda bir uyimiz bo'lsa, Uyg'ur uyi deyli, oddiy qilib. Bu yerda masalan ayollar tamoq asa, erlar ancha-muncha qo'ldan keladigan qo'l hunarvanchilik ishlari bo'lsa, bolalar o'rgatsa, masalan ayollar küçülüklerimiz var, qaraq mesela mavu mening makiyvag'im kanvoy deymiz biz buni endi. Mushlarni biz kichik chaqda onimizdan tikishni o'rganganchu. Qanday tikadigan. Endi hozirgi yoshlarning endi bilishi natoyin. Kim nimani bilsa, o'zaro bilginimizni bir-birimiz bilan paylaşib, bunda almashtirib, anadaki bolalarımızga o'rgatsakchu buni. Kim nima qila olsa, shuni o'rgatsa, anadaki biz bir to'plam holatda o'zimizni saqlab qola olamiz. Bu to'g'risida albatta biz oilada belki muzokara qilamiz, nihoyatda g'oyaviy orzu armonlarimiz bor. Xuddi vatanimizning modelini shu yerdan bir hukumatga yaxshi bir planni yozib,
çoğun bir zimin az degende necha yuz gektargagidek çoğun yerden birini hal qila alsak, rasmiy bir vatanimizning kichikiltirilgan bir modelini yasab chiqish shu yerda Uyg'ur mahallasi debchi. Shundaq xaritalarni sizib biz o'ydachu shundoq qilib ketamiz. Bu endi bir ayrim tema. Lekin u yerda cho'qim sizning bir teatrimiz binosi bo'lishi kerak. O'ttirsida masalan Iminvan Munari, Qashqar Yetka. Da güzel. O'ttir cho'ng bir xalq maydoni. Anki bu yoqda Qashqar Yetka, Qutatqubilik kutubxonasi yoki Mahmud Qashqari kutubxonasi, Qutatqubilik instituti degandek ashundaq muhim masalanchu, muhim masjid, kutubxona, institut, ondan keyin teatr bo'lishi kerak. Undan keyin cho'rlarga mundaq aholilar. Ondan choyxonamiz, navoiyxonamiz, qassobxonamiz, oshxonamiz, hammasi bo'lsa, masalan, o'zimiz qo'yni chorvachilik bilan shug'ullanganlar o'zimiznikini o'zimiz ta'minlasak, ashundoq almashtirishchi. Shunda bo'lsa, o'ylaramliq bak hashamatlik salomlasaqmi, normal holatda selib ashundoq bir yerda o'ltiraqlashsak, u joqda maktabimizmi bo'lsa, bolalarımizga u vaqtda ashunda bir holatni shakllantira olsak, bolalarimiz maktab ta'sis qildira olamizchu. Bu maktab ta'sis qildiramiz degan nima desangiz, mushu masalan turayotgan davlatning darslik sistemasini o'tishdan boshqa Uyg'ur tilini bayan men deb o'tgandek Uyg'ur til adabiyotini 1-sinfdan boshlab sistemalik o'tkil bo'ldi-chu. To'g'ri. Acayip güzel tasavvurlarni qilib ketdik, ko'z oldim keltirib borman shunda teyze. Bilan uyda o'tirib rasmiy buning xaritasini sizmizda, sizib binolarni, vatandagi shu imoratlarni ko'z oldimizga keltirib, bu yer mani qursak, ayak ani qursak deb hayajon bilan so'zlaymiz. Ammo endi shuni tafakkur qilishning o'zim bir go'zal arzu arman. Buni amalga oshirish uchun shu hammamiz ittifoqlashib, bir yer jam bo'lib tirishishimiz kerak-ku. Hey Gülnar muallim. Shunda qilishga nasib bo'lsa, shunda qilamiz. Bo'lmasa chet davlatda Uyg'urning vatanini quramiz, kichik modelini yasaymiz degichik. Xudoyim bursa ketamiz hammamiz. Alloh taolaga shu kunlarga bizni nasib qilsin. Ketamiz inshaalloh. Bu aniq hamda-chu bizga bu yerda mangulik yashaymiz. Kesak muhamdashlar bir o'rin bo'lib qolsa, ya'ni u keyingilar uchun bir obidadek bir ish bo'ldi-da. Çünkü hamma adam ketib bo'lmaydi, ya'ni yashab qoldiganlar, qilib qoldiganlar bor. Qilib qolganlar Uyg'urni sevg'in shu yerga bora deb cho'ki. Shundaq bir shakllanib qilib qolsa, qarang. U endi xuddi bir keyinchi uni muzeyxondek. Masalan, siz shu rayonga boramagan bo'lsangiz, Uyg'urlar mushundaq madaniyat ichida yashagan degandek bir nimani sayohat o'rni qilib echmasmi? Ya'ni u yana shu davlatning to'kpis, shu davlatga biz yaratib bergan bir sayohat o'rni bu, biz yaratib bergan bir to'kpi bo'ldi-ku, bir hisobda hargiz bo'shib ketmaydi u emgak. Keyin bu yerda masalan pensiyaga chiqqan, yashanganlar shu mahallada asosli bo'lib tursa, yoshlar cho'ng shaharlarga berib ishlasa, yana bir qo'shanlik ish bu yerda nima bo'ldi desangiz, shu yoshlarni qo'rqmay xizmatimiz aldirash yoki turmushning besim eg'ir demay farzandlik bo'lsa, ammo yashanganlar u bolalarni beqib bersak, masalan bizmi yashinimizga hamda kichiklab ma'maymiz, cho'ng bo'lib ma'maymiz. Shu yoshlarning bolalarini voy qo'rqmay balliq bo'linglar, biz tarbiyalab beramiz, masalan beqish beramiz desak, u chog'da ularga bir tayanch bo'ldi. Bizmi cho'ngani cho'ngdadlarimiz, bovimiz, momomimizning uyida cho'ng bo'lgan. Bu boğular, mumlar çokum Uygurca gap qilib, Uygurca baqıdı da bu vaqtlar. Aşındaq birsi-birsiga yordam qilib, mushundaq bir tayanch kuch hosil qilgan bo'lsa, bu millat taraqqiy qilmaydi. Feyza. Albatta taraqqiy qiladi. Ko'ngillikda ko'z oldingizga keltirsangiz shunda bir xil go'zal. Shunda yaxshi paranglashdik Gulnar muallim. Bilimlik odam degan yana ko'pni o'ylaydi, bu yerda ziyoli deb atagan kishiniki vazifasi millatning g'amini yeyishchu, ziyolining eng muhim vazifasi shu. Biz shaxsiy o'zimizning o'rgangan ma'lum bir kasb doirasi ichida cheklanib qolsak, u ziyoli bo'lmaydi-chu. Ziyoli degan odam shu cho'qim bir millatni yetaklab mangadigan sarka, andan keyin kechama kunduz shu o'zining shaxsiy g'amini emas, millatning g'amini qilish bu uning bosh tortib bo'lmaydigan vazifasi. Ben şahsen şuna qarayman.
Sizden şunda süyünümüzmü, aşkıtımlıq söhbətini anlığa vaxtımdım. Şunda hayacandan ketkendim. Şunda süyünüp ketkendim sizden. Bugün şunda yaxşı paranlaşdıq. Nurgulğan temalar üstüde gerçi til toğruluq paranlaşımız desek bu yine gepimiz Uygur'un hayatığı ketdi. Köngüllik paranlaşdıq. Belki anlıqçılarımı bunun özüge xas bolğan bir nesibilerini aldı, qabul qıldı dep oylayım. Gülnar malum. Şundaq. Özünüzden ki vaxtınızın çıqırıb bu söhbətimiz qatnışıb, birinciden ayallah xas latafetiniz bilen, ikinciden özünüzün tırışçallığınız, çoğunqur təfəkkürləriniz bilen bizden bu kanalımızga, söhbətimizge alayda rəng qoşdunuz. Qiymetli vaxtınızı çıqırıb, müştə güzel söhbətli boğalığınız üçün yen bir qıtım rəhmət eytimiz. Ben sizden benim şu sorunga teklif kılıp, bana şundaq bir fırsat yaratıp bergeningizge köp rahmet. Endi bundan hemmimiz azraq bolsun bahir ilip bir toğru yol tapa alsak, men xursand bolman. Gülnar malum sizge faqat xoş degim yo'q, çünki biz yen davamlıq paranlaşıp durmuz emasmı? Ekran aldıki aziz görürmenlerge en ahırı deydigan gepim, bizden Uygur tilimiz şu kadar bir sihri güçke ega bir til. Leylini köygelle onu set deymiş. Mecnun'un közü bilen qarsa o intayını güzelmiş. Bizden tilimiz mu? Ve aynı tilimizin kadir kıymetini bilgenler üçün Mecnun'un közdeki Leyli de güzel. Fakat şu xil güzellikni his qılalgan adamlarla öz məşuğudin huzur ağandek bizden bu güzel tilimizden huzur alalaydı. Bizden tilimiz məşuq gibi güzel ve latafetlik. Ateş gibi mehirlik. Şunda qılıp aziz görürmenler, bugünkü söhbetimiz müşet ayaqlaşdı. Kila qıtımlıq söhbetimiz görüşeyli, xeyri xoş, Allah qamanet.